Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga kuzda bog'da qilish kerak bo'lgan asosiy ishlar haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Bilamizki, o'sish davrida va hosil pishib bo'lguncha o'simliklarga doimiy ravishda o'g'it berish, suv quyish, yerni yumshatish va o'toq qilish juda muhim. Kuzda mevali bog'dagi ishlarni to'g'ri rejalashtirib olish ham juda muhim hisoblanadi. Hosilni yig'ishtirib bo'lgandan so'ng, ayniqsa kechpishar narnardar, ya'ni oktyabr-noyabr oylarida har bir katta hosil berayotgan daraxt tagiga 20-40 kilogramm chirigan mahalliy o'g'it, 300-500 gramm fosfor va 150-200 gramm kaliy aralashtirilib, bir tekisda solinadi va to'proqqa aralashtirib ko'mib qo'yiladi. Daraxt shoxlarida qolib ketgan kasallangan mevalarni tushirib tashlashga ham alohida e'tibor bering. Bunday holatni ayniqsa olma bog'larida ko'p uchratish mumkin. Chunki o'sha mevalar keyingi yil uchun kasallik manbai, turli hasharot va qurt-qumursqalar uchun esa qishlash yoyiga aylanib qoladi. Bundan tashqari, daraxtlar uyquga ketishi bilanoq ularga shakl berish, ya'ni shoxlarni butash, chilpish, bachkilarni olib tashlash ishlarini qilish, shuningdek, noyabr oyida yahob suvi, oxirgi suvni berish ham juda muhim. Bularni esdan chiqarmang. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda, kommentariyalarda yoki Telegram guruhimizga o'tib qoldiring. Sizlarga yordam berishdan doimo xursand bo'lamiz.